Mansurbek degan bola sizmi? Sizni bu yoshingizda bunaqa sharoitda ishlashingizga nima majbur qildi? Ota-onasidan pul so'raydigan yoshida oilasini o'zi boqayotgan bu bolakayning aslida ko'ngli yarim. Lekin u buni hech kimga bildirmaydi. Siz agar ishlamasangiz och qolasizlarmi? Azizlar, yaqinda bizga onasi bilan qiyinchilikda yashaydigan, otasi esa tashlab ketgan 11 yoshli bolakay telefon qildi va u muloqotda onasining buyragida kasalligi borligi, o'zi esa Navoiyxonada 30 ming so'm evaziga ishlashini va agar u ishlamasa, onasini ahvoli og'irlashib qolishini hamda ijara pulini bera olmay ko'chada qolishlarini gapirib o'tdi. O'rtoqlardan uyaladi, ba'zida ko'rib qolyapti. Aytmang meni qayerda ishlayotganimni deydi. Senlar ijarada o'tirasanlar, senlar qamalsanlar. O'zingni sabr qilib tur, men ham yaxshi ko'rsam ishlayman deyman. Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz? Shu uyim bo'lishini o'ylayman-da. Ko'chdan juda ham zerikdi, juda ham qiynalib ketdi shu bola ham. Azizlar, menimcha hozir barchamiz uchun ehson qilishning ayni vaqti. Agar birlashib harakat qilsak, Ramazon oyigacha bu oilaga yangi xonadon hadya qilishimiz mumkin. Shunday ekan, bu oilani ahvoliga befarq bo'lmang. Ehson qilishga sharoiti yo'q insonlar bo'lsa, shu videoga like bosib, o'nlab insonlarga tarqatsa ham katta yaxshilik hisoblanadi.